Assalomu alaykum do'stlar. Siz Aktual Hikoyalar YouTube kanalidasiz. Maktabimiz biqinida ariq oqardi. Ariqda charxpalak bor edi. Katta tanaffusda charxpalakni tomosha qilishni yaxshi ko'rardim. Yog'och gardishi ko'hna, temir paqirchalari zanglab ketgan, parraklariga ko'kimtir suv o'tlari yopishgan, birov yolg'ondan turtib yuborsa rostdan qulab ketadigandek. Charxpalak nolali g'iyqillab aylanadi. Kaftida suv ko'tarib yuqoriga olib chiqadi. Tepaga chiqib olgan suv ortiga qaytmaydi. Charxpalak ham bunga ranjimaydi. Yangidan yangi suv tomchilarini yuqoriga ko'tarib boraveradi. Nolali g'iyqillaydi. Oradan ko'p yillar o'tib, o'sha charxpalak tushlarimga kiradigan bo'ldi. Nega shunday bo'lganini uzoq o'yladim. So'ng bir haqiqatni angladim. Men charxpalakni emas, ustozlarimni qo'msar ekanman. Suv emas, men ekanman. Charxpalak emas, o'qituvchilarim ekan. Meni bir tomchi suvni katta hayot yo'liga olib chiqib qo'ygan ustozlarim charxpalak zahmatini oqlay oldimikan? Bilmadim. Ko'hna charxpalak hamon tushlarimga kiradi. Daftar hoshiyasidagi bitiklar O'tkir Hoshimov.